hurmatli mijozlar, 2026-yil 10-iyul Agroviy paxtachi filani Jo'na mahallasida navbatdagi uchrashuv o'tkazish belgilangan. Bundan asosiy maqsadimiz ishsiz fuqarolarni bilan ta'minlash, daromadini oshirish, kredit boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarga kredit ajratish, tadbirkorlikni kengaytirmoqchi bo'lgan fuqarolarimizni tadbirkorlikni kengaytirish uchun kreditlar ajratib, yangi ish o'rnini yaratishdan iborat. Bunda hozirda bizda jismoniy shaxslar ishlamaydigan fuqarolarga o'zini o'zi band qiladi, oxiri 2 oy ishlamagan bo'lishi kerak. Demak, 25%dan 4 yilga 17 milliongacha biznes ko'mak kreditimiz bor. Keyin mahalla loyihasi kreditimiz bor, bu 5 yilga beriladi. Bu ham 25%dan. Bu ham imtiyoz davri bor. Tadbirkor qilmoqchi bo'lganlarga plastiklarga tashlab beriladi, shu tadbirkor boshlashi mumkin. Yuridik shaxslarimizga kamida 1 yildan ziyod faoliyat yuritgan yuridik shaxslarimizga 312 kun soliq qaroriga asosida 100 million so'mgacha garovsiz sug'urta asosida 100 milliondan ziyod 300 million so'mgacha garov bilan kredit ajratib beramiz. Bundan tashqari yoshlarimizga olishni soliq qaroriga asosida kredit ajratib beramiz. Oliy o'quv yurtini bitirganlarga yoki bitiruvchilarni ishga olayotgan fuqarolarga 61-sonli qarorga asosida kredit ajratib beramiz. Keyin hamroh ayol kreditimiz bor. Bu 383-sonli qarorga asosida o'sha ayollar tadbirkorni rivojlantirish uchun ajratiladigan kreditlar. Shunga asosan kredit ajratib berishimiz mumkin. Kimda qanaqa tadbirkor qilish niyatida bor yoki faoliyatni kengaytirmoqchi bo'lgan, yangi boshlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.